Uyg'ur kimligimiz mustaqilligimizning ochqichimi? Milliy davlatimizning ochqichi deb aytsak bo'lamdi. Aziz xalqim, Uyg'ur kimligimiz, Uyg'ur salohiyatimiz, Uyg'ur bo'lishimiz bizning Uyg'ur mustaqil milliy davlatimizni qurib chiqish ochqichidir. Bir millatning mustaqil bir davlat qurish orzusi, ideyasi, irodasi shu millatning milliy kimligi asos bo'lib, Uyg'ur kimligimiz mustaqil davlatimizga asos soladi. Bu yüzden biz Uyg'ur kimlik salohiyatimiz, Uyg'urligimizni, milliy ruhimizni saqlab, Uyg'urligimiz bilan o'ttirg'i chiqib, da'vo ilib berishimiz kerak. Biz bu da'voyimizda o'zimizni biz Uyg'ur Turkiy millat, Sharqiy Turkiston deb Uyg'urligimizga qarshi yo'lda turib da'vo qilsak, bu mustaqilligimizga, milliy da'voyimizga intayin xatarlik ziyon soladi va silib kelmoqda. Bu masalaga xalqimiz diqqat bermayotdi. Xitoy bizni Uyg'ur kimligimiz bilan yo'q qilib etmoqchi bo'lgan bo'lsa, Amerika va dunyo xalqi bizni Uyg'ur millati sifatida qabul qilib, bizning mavjudligimizni saqlab qilishga, qo'g'dab qilishga tirishyotdi. Demakki, Uyg'ur kimligimiz mustaqilligimizning, milliy davlatimizning ochqichidir. Ikkinchi, vatanimiz nomi to'g'ri ataldimi? Qaysi nomda atishimiz kerak? Bu masala uzundan beri bo'libmi 2019dan bugunga qadar xalqimiz ichida tartishilib kelayotgan muhim masala. Bu masalani tartishmaslik to'g'risida xalqimiz o'zini qochirishga tirishsimi, ammo da'voyimizning ehtiyoji, siyosiy yo'linishi yanala bu ism nom masalamizni, ichimizdagi ziddiyatlarni hal qilishga majbur qilmoqda. Uyg'ur mustaqil da'voyimizni xunuklashtirib, siyosiy taqdirimizni mujmal, aniq bo'lmagan, o'zimizga xos bo'lmagan bir butun O'rta Osiyoni o'z ichiga olgan coğrafiyalik bu nom, ya'ni Turkiston, Sharqiy Turkiston Uyg'ur mustaqilligimizga, milliy da'voyimizga o'tmishdimi, bugunmi zo'r to'salg'u bo'lmoqda. Biz bu Turkiston, Sharqiy Turkiston deb da'vo ilib berish orqali kuchlik qo'shni davlatlarning qo'llashiga, yordamiga erisholmay, hatto qattiq bostirish bilan yo'q qilgan yaqinqi ikki jumhuriyatimiz, ya'ni Sharqiy Turkiston buning tip misolidir. Bu to'g'risida bir qancha tarixchimiz dalil paketlar bilan tushunchalar berib, o'tmishdagi xatoliklardan ibrat ilishimiz kerakligini, tarixni qayta takrorlab, siyosiy xatolik bilan yana Uyg'ur mustaqillik taqdirimizni yo'q qilmaslik to'g'risida ogohlantirish, eskartish berib o'tgan bo'lsa-mu, yana bir qism kishilar johillik bilan xalqimizga to'g'ri bo'lgan milliy Uyg'ur kimligimiz ifoda etgan Uyg'uriston nomiga qarshi chiqib, xalqimizning ideyasini burmalamoqda. Aziz xalqim, biz o'zimizga xos bo'lgan Uyg'ur milliy davlatimiz nomini Uyg'uriston deb atishimiz kerak. Mana bu Uyg'urlarga xos davlat nomi bo'ladi. Turkiston, Sharqiy Turkiston bu nom tarix betidan yer olmagan. Turkiston degan bir davlatmi bo'lmagan. Sharqiy Turkiston faqat 1933 va 1944 yili e'lon qilingan, ammo xalqaro jamiyat
tashqi dunyo e'tirof qilmagan va qisqa vaqt ichida tashqi kuchlar tarafidan bitjit qilingan. Uyg'uriston nomiga kelsak, 740-yildagi Uyg'ur davlati Uyg'uriston nomida 500 yildan ko'p saltanat hokimiyat surgan va 15-asrda Uyg'uriston deb nom ism tarixda qayd qilingan. Uyg'uriston degan bu nom va dunyo tarixida eng ilingan. Uyg'ur milliy kimligimizni ifoda etgan nomdir. Shuning uchun vatanimiz nomini Uyg'uriston deb atashimiz lozim. Uyg'ur zimini faqat Uyg'urlarga xos va u yerning egisi biz Uyg'urlar ekanligimizni bildiradigan nomdir. Ba'zi xalqimiz men Uyg'ur, ammo vatanim Turkiston yoki Sharq Turkiston deb mantiqsiz atab kelmoqda. Logikada bundaq mantiqsiz atalg'u yo'q. Biz Uyg'ur, vatanimiz nomi Uyg'uriston. Uyg'uriston zimini boshqalarning o'rtaq mulki emas. Turkiston yoki Sharqiy Turkiston deb barliq millatlarga ziminimizni bölüp beriş orqali biz zimin bütünligimiz, milliy mavjudligimizni saqlab qololmaymiz va milliy mustaqilligimizni ololmaymiz. Dava xato bo'lsa, mücmel bo'lsa, oladigan natijami mücmel bo'ladi. Uning uchun vatanimiz nomiga sal qarash, to'g'ri atmaslik bizning siyosiy taqdirimizni belgilaydi. 3. Tarixdagi xatoliklardan ibrat oldikmi? Davoyimizni to'g'ri ilib beryapmiz. To'g'ri qilgan bo'lsak, natijasi neda? Biz o'tmishdagi xatoliklardan ibrat olmadik. Yanıla bu Orta Osiyoni o'z ichiga olgan Turkiston, Sharqiy Turkiston nomida davom qilsak, Uyg'ur davosi 81 yil o'tib ketgandek yanıla natija chiqmaydi. Chunki davoyimizning yo'li nomi xato. Bu bir Uyg'urning mustaqil davosi emas, barliq Türkiy millatning davosini qilgan bo'lamiz. Biz faqat bu yerda o'zimizni qutqizib, Uyg'urning mustaqil irodamizni bildiradigan davoni ilib borganimizda Uyg'urning mustaqilligini talab qilgan bo'lamiz. Biz Uyg'ur deb chiqib Turkiston davosi qilsak, bu bir mantiqsiz xato davo bo'lib qoladi. Bu Uyg'ur davosi bo'lmaydi. Uning uchun davoyimizda yolg'iz qoldik. Bugungacha natija bo'lmadi. Bu oyga chiqmas yo'lga burab ilib ketib borganlar obdan biladi bu nuqtani. Ammo nodon xalqimizlar tushunmayotdi. Biz asrlardan beri Uyg'ur bo'lib kelib, nima uchun Turkiston davosi qilamiz? Bu nomning tarixi bormi? Qanchalik? Ammo Uyg'ur tariximizda qanchilgan Uyg'uriston, Uyg'ur davlatlarimiz bo'lib o'tgan. Biz bu 81 yil mobaynida o'zimizga xos oid bo'lgan Uyg'uriston, Uyg'ur milliy davoyimizni qilmay, boshqalarning yetaklab aql berishi, olqinida o'ynatishi, taqdirimiz ustida siyosiy taktik o'ynashi davomli bir yoshurun kuchlarning Uyg'ur davoyimizga qattiq to'salg'u qilishiga uchrab kelyapmiz. Biz mücmel, aniq bo'lmagan bundaq davo ichidan chiqishimiz kerak. Davomli
Türkistan deb Türkiye milletlerinin davasını kılsak, bu Uygur davası milli dava bulmaydı. Undaqda biz Uygur davası qıptıqmı? Kampa, türmelerde Xitay öldürüvatkan, depsendi kılıvatkan Uygur tursa, biz yıllardan beri Şarkı Türkistan davası kıldık. Demek mesele bu yerde. Oyun bu yerde. Hatalık bu yerde. Biz davanı doğru qıptıqmı? Biz davadan netice aptıqmı? Dava kılıvatımız deb quruq harvini at çaptırıp ketivatkan klassik davacılar bu oyunni intayin yaxşı oynap kelivatkan bolsumu, emma xalqimiz bunun bir siyasi taktik strateji ekanligidan xabari yo'q, afsus. Merhum Eysa Yusuf Altekin efendimning kitabida öz qo'li bilan yozgan mundaq cümleler var. Men Şarkı Türkistondagi xalqimizning qattiq zulmga uchirganligi haqida nurg'un davlatlarga berib, dardimizni anglatib, yordam talab qilgan bo'lsammi, hech kimdan bir javob, bir yordam kelmadi. Chunki ular Şarkı Türkiston degan bir yerni bilmaydi ekan. Deb afsuslanib yozgan yozmisi bilan oxirlashtirman. Ve Uygur xalqimizga shuni murojaat qilamanki, biz Uygur salohiyatimiz, milliy manfaatimizni chiqish nuqta qilib, haqiqiy Uygur mustaqil zamin davoyimizni ilib borgandilar. Andın natija olamiz. Bu dava yo'lida barliq xalqimizning tirishchanlik ko'rsatishini umid qilaman. Yo'l to'g'ri bo'lsa, nishonga tez yetib boramiz. Davoyimizmi buningga o'xshash. Xalqimizning nima uchun davoyimizda bir natija ololmadik? 81 yil vaqt az vaqtmi degan bu savolni o'ylanadiganligiga ishonaman. Ko'pchilikka rahmat.